Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerida o'qituvchi bo'lib ishlayotganda, u yerda yo'lga qo'yilayotgan bostirish va zulmlarga bardoshlik berolmay, 2018-yil Qozog'istonga kelib panohlik tilagan qozoq Sayrangul Saud qizi yig'ilish lagerlarida shahid bo'lganlarni CNN muxbirlariga oshkorildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi soni kun sayin ko'payayotgan va butkul rayon miqyosini qoplagan jazo lagerlarining birida xizmat qilgan Sayrangul texnik ko'p tafsilotlarni oshkorlashga va'da berdi. Sayrangul Xitoy tarbiyalash markazlari deb atagan bu lagerlarning turmidan hech bir farqi yo'qligini ta'kidlab mundaq dedi. Lagerlarda tutilayotgan kishilarning hammasi gunohsiz va ma'sum kishilardir. Men ularning hech qanday jinoyati yo'qligini bilaman. O'ziga qilinayotgan besim va zulmdan azoblanayotgan bu kishilarga hech ish qilib bera olmadim. Ularning endi turishga toqat qilolmadim va bu sababdan u yerdagi ishlarni dunyoga anglitishni qaror qildim va bir amallarni qilib Qozog'istonga qochib chiqdim dedi. Gumondorlarning Xitoyga qaytarilishiga doir qonun loyihasi Hong Kong parlamentini davratdi. Hong Kong parlamentida gumondorlarning so'tlanish uchun Xitoyga qaytarilishiga ruxsat qiladigan bir qonun o'zgartirish munozarasi jarayonida voqea chiqdi. BBC'ning xabar qilishicha, parlamentda qonun o'zgartirishga qarshi turgan parlament a'zolari bilan o'zgartirishni qo'llovchilar orasida chiqqan jidalda nurg'un kishi yaralangan bo'lib, bir kishi doktorxonaga borilgan. Hong Kong 1898-yili imzolangan bir ijara to'xtami bilan Angliyaga uzun muddatlik berib etilgan bo'lib, 1997-yili Xitoyga o'tkazib berilgan. O'rtaq xitobnoma imzolash orqali Hong Kongga 2047-yilgacha Xitoyga faqat diplomatiya va mudofaa qatorliq jihatlarda tava bo'lishdek, bir davlat ikki xil tuzum siyosati orqali ma'muriy mustaqillikni va tuzilmasini qo'g'dash huquqi berilgan. Amerika prezidenti Donald Trumpning buyrug'i bilan juma kunidan boshlab 200 milliard dollar qiymatidagi Xitoy mahsulotlariga tamojna beshi qo'shilgandan keyinmi, ikki davlat orasidagi muzokaralar davomlashayotgan bir paytda Trump ommaviy taratqular orqali Xitoyga tahdid soldi. Trump Amerika va Xitoy orasidagi savdo suhbatlarining qurilish xarakterlik ekanligini ta'kidlab, o'tgan 2 kunda ikki davlatning savdo munosabatlari haqida samimiy va qurilish xarakterlik muzokaralar bo'ldi. Xi Jinping bilan oramizdagi munosabat xeyli kuchli. Kelgusi haqida so'zlar davomlashyotdi. Amerika kelgusidagi muzokaralar doirasida embargolarni amaldan qoldirishi mumkin, balkim hech qoldirmasligi mumkin dedi. Liviyada xalqaro e'tirof qilingan davlat ittifoqi hukumatı bilan Xalifa Xaftar qismlari orasidagi to'qinishlar 2 kun to'xtagandan keyin poytaxt Trablosning janubida yana to'qinishlar boshlandi. Yerlik manbalarning ma'lumotlariga asoslanganda, ikki taraf orasida Trablosning janubidagi Al-Aziziya rayonidagi Koni xalqaro aerodromida jiddiy to'qinishlar yuz bergan. İstanbuldagi Saudiya Arabiston konsulxonasida o'ldirilgan muxbir Jamal Qoshiqchi delosidan keyin Saudiya Arabiston sukutini davomlashtirayotgan edi. Saudiya Arabiston vali ahdi Muhammad bin Salmanning o'qituvchilarga qarata izlash harakati ilib berayotganligi o'tirg'i chiqdi. Qoshiqchining 3 yaqini haqida doklad tayyorlagan Markaziy axborot idorasi ularni Riyod sizlarni kuzatib, hayotinglar xavfda deb ogohlantirdi.